Mana biza yangi lobby boshladik. TDMchilar o'yini 1-1. Po'lat akani Ozbek jiyani bilan Javlon degan bitta anonimiz. Yangi o'yinchimiz. Bu kishi ham TDMlardan, bu kishini ham qo'shib olamiz. Shu kishi bilan mana o'yin ketyapti. Araga bir uzilish bo'ldi. Mana bizning eng zo'r TDMers bilan o'yin bo'lmoqda. Ya, tepaga sakrab chiqib nima keragi bor aytinglar qani? Xato. Bega eng katta xatosi shu bo'ldi. Bu bizning yangi o'yinchimiz bu. Bizning TDMlarda eng zo'ri Atrex. Po'lat akani jiyani bo'ladi bu Po'lat akani jiyani. Uzrayga yurmaysizlar, uzilish bo'lib qoldi. Yomon o'yin ketyapti-ku. Bu tepaga sakradi. Bu Atrex turib qo'ydi yangi o'yinchimiz. Давай qani. Hadi. Aylanib kelmoqda. Jiyan. Po'lat akani jiyani bo'ladi bu. Qani Po'lat akani jiyani ko'ramiz. Xato. Yomon urdi lekin yomon sakradi. Lekin. Urib qo'ydi. Yomon emas hozircha. Faram urdi, Faram. Yomon berdi. Bo'lmadi, bu o'yin bo'lmadi. Chota mahkam bo'lyapti lekin. 6-1 ga hozir Atrex yutqazmoqda. Bizning TDMni yutqazmoqda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa izohlarda yozib qoldirsin. Shu bola bilan o'ynab qo'ysin. Bizda ikkita yaxshi o'yinchimiz bor. Bittasi mana shunisi, ikkinchisi Sanjarlardan bor. U ham zo'r o'ynaydi. Bu balani ham olamizmi deyman-da, biz komandamizga chota zo'r o'ynayapti. Yema hasar berdi lekin. O'zi joni kam edi, bega urushani edi. Tamam. Hisob 7-2 yutqazmoqda. 7-2 yutqazmoqda. Hali ko'ramiz, hali oldinda o'yin. Kim yutadi, kim yutqazadi, hali bu yerda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Malades 8-3 bo'ldi bo'ladi. Hozircha bo'ladi. Shagdi yaxshi bo'ladi, naushnik bo'ladi. Malades bo'ladi, o'ynashga gap yo'q. Joni xepe qo'ygan, sherigi bilib pistoletga o'ynamoqda, oldi. Birinchi yomon o'ynayapti, lekin bo'ldi. Atrex o'xurolmadi. Farom o'yini 4 ga yutmoqda. Oynamoqda. Shoshmasdan o'ynayapmiz. Ikkosin joni biri xel. Wow, yomon urdi lekin.
Hozirda o'yin qiziqarli ketmoqda. Hasar berdi-yu bu. Juda kuchli. Nima deylar o'zbekchasiga? Jonini oldi. Jonini oldi. Qiziq gap bo'ldi, jonini oldi. Malades. Bo'ladi, yomon emas. 15-5. 10 ta shot atdi. Yomon emas. Wow. Qanaqa urush bo'lyapti bu? Voy be. Shunaqa urush ham bo'ladimi? Jiyanimiz qolmoqda-ku, jiyan qolmoqda. Jiyan yutqazibdi. Kaskasi yo'q-ku, jiyan o'ynamaysizmi? Kaskasi yo'q, jilet qolgan. Voy, kaskasiz bo'lsa ham urib qo'ydi lekin. Voy bay. Jiyan. Yo'ltirdingiz, jiyan, yo'ltirdingiz. Bizga mana shunday tedemga zo'r o'ynaydigan o'yinchilar kerak-da, mana shunday. Bizga tedemga zo'r o'ynaydigan o'yinchilar kerak. Kim bor bo'lsa mana izohlarga qoldirsin. Izohlarda yozib qoldirsin aytaysiz. Bilan ham o'ynab ko'ramiz. Voy. 10 saniye qoldi. Yigirma 7 ga jiyan yutqazdi. Mayli, yomon emas bo'ladi. Yana kim o'ynamoqchi, mana shunaqa TDM o'ynamoqchi bo'lsa, bizning gruppadagi misol uchun 3 tagina bizga yaxshi o'yinchilar. Agar kim o'ynamoqchi bo'lsa, shular bilan hammasi bilan qo'yib beramiz. Kim biz bilan o'ynamoqchi bo'lsa. TDMga zo'rmadi o'zini hisoblasa.